Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz bugun yana Farg'ona Buvayda tumaniga yetib kelganmiz. Lesalarda optim bazasini topib qo'ydim sizlar uchun. Qadrli obunachilar, bu yerda 1 metrligi ham, 2 metrligi ham bor. Komplekt holatda. Xohlasangiz olib sotgani, xohlasangiz shunaqa arenda biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsanglar ham sizlarga go'zal narxlarda qilib berishadi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yo'qoldim. Aka, 1 metrlikdan boshlaylik. Buni boshqa, ya'ni lesalarga qaraganda nima afzalligi bor, nima qulayliklari bor? Asosan bu yerda poddonni o'zgartirish kiritdik. Oddiy bu lisli bo'lardi oldin. Hozir ugolniklar qilib turib, ancha двойнойdan ham baquvvatroq variantda chiqyapti. Yana ham mustahkam bo'ladi. Ha, yanada mustahkam, ancha mustahkam bu. Bu yerda turbalarichi stenasi? Turba stenasi bu asosan 32 turba, 107 stena. Mana joyi ham 107 stena, 25 lik turba ishlatganmiz. Mana joyi 1,5 pilisovoy turba bo'ladi, kashagi 20 lik turba. 1 metrlik bu. 1 metrligi. Paddoni bilan necha pul? Paddoni bilan 550 ming so'm. Bunga bitta paddon qo'shib beramiz. Hozir ikkita turibdi. Ha. O'zi komplektda bitta paddon bo'ladi. Bitta paddon bo'ladi. Ikkita oyog'i, ikkita pilis kashagi, bitta paddoni bo'ladi qo'shib. Bo'ladi. Kraskali holati. Kraskali holat. Bu 2 metrlik. Bu 2 metrlik, ha. Bular qanaqa? Bu ham xuddi shunaqa stenalari 1,7, 1,7, 1,5 pilisovoy. 32, 25, 20. Paddonlari ham o'sha baquvvat yaxshisidan. Quloqlari ham oltiliq quloq, shuni aytib o'tib ketay. Qalin ali oltiliq quloq qo'yiladi. Ko'pchilik uchlik qo'yyapti, bukilib ketyapti. Bu oltili. Og'ir yukda ham ketaveradi. 6 bemalol shu 500 kg atrofida yuk ko'tarsa, anaqa qilsa ko'taraveradi. Ko'taraveradi. Necha pul qilib berasiz buni? Buni 660 ming sotyapmiz. Kelishtirib beramiz. Yana ham kelishtirib beriladi. Endi bitta olgan odam kamida 15-20 komplet oladi-da buni. Ha. Dastlabkidan kelishilgan holatda qilib berasiz. Dastlabkasini iloji boricha arzonroq jo'natib beramiz. Olib sotishga ham, o'zi uchun ham olsa. Yana nimalaringiz bor bu lesaga qo'shib sizdan yana arzon narsa olmoqchi bo'lsa? Endi mishalkamiz bor. Necha pul qilib berasiz bu mishalkalarimiz? Mishalkani xullas 3 million 700 mingdan boshlanadi. O'tib ketaveradi. Ha, 3 million 700 dan boshlanadi. 4 million 800 minggacha bor. Davom etadi. Ha. Keyinchi apolovkalarimiz bor. Apolovkalar bor. Nechilik razmerdan nechilik razmergacha? Apolovkalarda xo'sh, 27 dan 1 metrgacha qilib beraveramiz. Necha pul eng 27 likda 18 metrlik komplektni qancha qilib berasiz? Xo'sh, unisini 3 million 900 ming so'm qilib beramiz. Eng kattasi necha pulgacha davom etadi? U eng kattasi 14 milliongacha. 14 million. O'sha komplekt burchaklari, ichki tashqi, o'qlari, syomnik, o'q yashi, hamma narsasi bo'ladi. Komplet bo'ladi. Kulichlarigacha bo'ladi. Kulichlariga. Zo'r. Manzil Farg'ona Buvayda tumanida o'zlari ishlab chiqarishini aytib o'tganimizdek, lokatsiyalari doim Telegram kanalimizda bo'ladi. O'tib obuna bo'linglar. Vodiy Avzor 1 deb poyist berasizlar. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Xullas, haligi o'rtagash emas yoki qanaqadir olib sotar emas, o'zi ishlab chiqaradi. Shuning uchun ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bu tomonda ishlab chiqarish sexlari bor. Akalar, aloqaga chiqinglar. Shu videomizni lesa shunaqa apolovkalarda optim joyini qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.